Assalomu alaykum yurtdoshlar. Xudo xolasa bugun 2026-yil 16-fevral. Navbatdagi video obzorimiz mashinalarga o'rnatiladigan parkovlar haqida bo'ladi. Kimga shunaqa parkovlar kerak bo'lsa, zavodskoy bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. O'rnatib berish yerda o'zimiz taxlab, o'zimiz o'rnatib berish xizmatimiz ham bor. Bu yerda Nexia mashinasiga Cobalt, Lacetti, Damas, Nexia 3, xullas любой mashinaga topiladi. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allaorol tumanidamiz. Buni narx-navosiga keladigan bo'lsak, ularning narxi 850 mingdan o'rnatib berish xizmati bilan ichida bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.